Assalomu alaykum. Men Mohidil Murodova. Boshqaruv sohasida 10 yildan beri, HR sohasida 8 yildan beri o'zimning faoliyatimni olib boraman. Xalqaro HR direktor diplomiga ega mutaxassisman. Bu yillardagi faoliyatim orqali distributsiya yo'nalishi, tekstil yo'nalishi, ta'lim sohasi, meditsina sohasi, supermarketlar yo'nalishida o'z faoliyatimni olib borganman va tajriba orttirganman. Shuncha yillik tajribamdan kelib chiqib bir narsani tushundim. Biznesda komanda kuchli bo'lmasa, ya'ni komanda muvaffaqiyatga olib borish uchun yetarli darajada tayyor bo'lmasa, biznesdagi mahsulotingiz yoki biznesdagi yo'nalishingiz qanchalik zo'r bo'lmasin, siz natijaga yetib bora olmaysiz. Mahalliy biznes egalari bilan ishlab va barcha yo'nalishdagi biznes turlarini ko'rib shunday xulosaga keldim. Xodimni to'g'ri tanlab, ishga qabul qilish, uni moslashtirish, uni ish vazifalarini tushuntirish, ish davomida to'g'ri feedbacklar berib borish orqali kuchli komandani shakllantirish mumkin. Lekin afsuski, juda ko'p biznes egalari jaydari xalqdan chiqqanligi sababli, ya'ni noldan biznesni boshlashgani, boshqaruvdagi bilimsizliklari sababli juda kuchli kadrlarni yo'qotib qo'yishlari, natijada biznesda zararga kirishlarini ko'p kuzatdim. Va yana bitta noto'g'ri tushuncha mavjud. HR bu xodimlarni faqatgina ishga qabul qiladi yoki faqat ishdan bo'shatadi yoki ertalabdan kechgacha ofisda hujjat ishlari bilan shug'ullanadi degan noto'g'ri tushuncha shakllangan. Buni natijasida HR mutaxassislariga nisbatan rahbarlarning kutuvlari ham noto'g'ri holatda shakllanadi va tabiiyki, biznes muammosiga yechim beramiz deb mutaxassislar suhbatda, переговорlarda biznes egalari bilan gaplashganda, ulardan aslida nimalar kutishligi bo'yicha to'g'ri savollar berilmasligi, natijada bu hamkorlik uzoqqa bormasligi va eng yomon xulosa HR mutaxassis biznesga kerakmi, bu mutaxassis nimaga kerak degan tushunchalarni shakllanib qolishiga sabab bo'lmoqda. Aynan mana shunday noto'g'ri tushunchalarni yo'qotish uchun ham bepul darslik tayyorlashga qaror qildim. Bu darslik orqali siz HR aslida kim, u biznesga kerakmi, biznesga qanday foyda beradi yoki HR siz biznes qanday ishlaydi, mana shular haqida to'liq va to'g'ri ma'lumotga ega bo'lasiz. Aynan mana shunday noto'g'ri tushunchalarni yo'qotish uchun HRni to'liq vazifalari: xodimni to'g'ri ishga olish, to'g'ri tanlash, ishga moslashtirish, uzoq yillik hamkorlik qilish, to'g'ri maosh tizimini belgilash, motivatsiya tizimini belgilash, xodimlarni rivojlantirish va lavozimlarda o'sishlarini ta'minlash bo'yicha ushbu darslikni yozishga qaror qildim. Bizda juda ko'p biznes egalari HRdan to'g'ri kutuvlarni, ya'ni to'g'ri vazifalarni bilishmaganligi sababli ular bilan hamkorliklari uzoqqa cho'zilmaydi va buni natijasida HR mutaxassis ham professional yoki tajribaga ega bo'lsa ham bu biznesga va bu biznes egasiga yordam bera olmaydi. Natijada HR kerakmi degan tushunchaga, noto'g'ri tushunchaga kelib qolishadi. Aslida biznesning 3 ta yuragi bo'ladi: moliya, HR bo'limi hamda sotuv bo'limi. Mana shu 3 ta narsa birgalikda ishlaganda biznes rivojlanib oldinga yuradi. Avvalgi zamonlarda mahsulot, ya'ni produktingiz zo'r bo'lgan bo'lsa, siz muvaffaqiyatga erisha olgansiz. Lekin hozirda komanda kuchli bo'lishi sizni bozordagi o'rningizni va bozordagi rivojingizni belgilab bermoqda. Aynan kuchli komandani kim orqali tuzasiz? Albatta HR mutaxassis orqali. Kuchli komandani ishlatish bo'yicha to'g'ri ko'rsatmalarni kim orqali belgilaysiz? Albatta HR mutaxassis orqali. Shuning uchun biznes egalariga shu o'rinda kichkina tavsiyani berib ketmoqchiman. Siz HR mutaxassis bilan ishlashdan avval biznesda qanday muammolar bor va bu muammolarning qancha qismi HR mutaxassisga tegishli, qancha qismi sotuv bo'limiga va qanchasi moliya bilan bog'liq. Mana shularni aniqlashtirib olishingiz hamda o'zaro hamkorlikni boshlashingiz zarur. HR bo'limining bir nechta vazifalari bor. Siz o'ylaganday faqat hujjatlar bilan ishlash yoki xodimni ishga olish bilan tugash yo'q. Bu HRning haqiqiy funksiyasi emas. HRni biz onaga qiyoslash mumkin, ya'ni uyda oilani ona ushlab turadi. Har bir narsaga mas'uliyat, tartib, hamma narsa o'z o'rnida bo'lishi, kim nima ishni qilishi. Xuddi shu holatda biznesda ham HR o'zini o'rniga ega. Lavozimlarning to'g'ri taqsimlanishi, bu lavozimlarga qanday xodimlar qo'yilishi, bu lavozimlardagi oyliklar qachon, qanday holatda ko'tarilishi va biznesning oldiga qo'yilgan maqsadlarga qaysi xodim bilan qancha muddatda borish bo'yicha siz aynan HR mutaxassis bilan maslahat qilgan holda yechim qila olasiz. Aynan mana shunday yechimni sizda bo'lishi har qanday bozordagi tendensiyalarda sizni yutib chiqishingizga yordam beradi.
HR bilan ishlamayotgan biznes egalari va biznesdagi eng ko'p uchraydigan 3 ta muammo bor. Bu muammoni birinchisi xodimni keldi-ketdining ko'pligi. Ya'ni siz xodimni noto'g'ri tanlaysiz yoki umuman tanlamaysiz va natijada sizga duch kelgan xodim ishga kiradi, qanchadir muddat ishlaydi, qo'pol qilib aytganda sizni qarzga tiqadi va ishdan ketadi. Natijada u vakansiya yana ochiq va natijada siz tabiiy ravishda yana yangi nomzodga muhtojlik sezasiz. Ikkinchisi, bu vakansiyani vaqtinchalik yopish uchun to'g'ri kelgan odamni ishga olish. Ya'ni sizni talablaringizga to'g'ri kelmasa ham, tajribasi to'g'ri kelmasa ham, yo'nalishi to'g'ri kelmasa ham, shu joy ochiq qolmasligi uchun shu xodimni siz olib shu joyga qo'yasiz va sizni fokusingiz bu joy to'ldi, bu joyda xodim bor, men boshqa masala bilan shug'ullansam bo'ladi degan holatda kirishib ketasiz. Aslida eng katta xato mana shu. Ya'ni vaqtinchalik vakansiyani yopib turishdan ko'ra bu vakansiyani ochiq turgan yaxshi. Sababi sizni fokusingiz tarqaladi. Natijada shunchaki duch kelgan xodim ishga olinganligi sababli biznesda bir nechta muammolar keltirib chiqaradi. Birinchidan, siz u bajarayotgan proseslarning orqasida kelayotgan zararlarni, u zarar keltirishi mumkin bo'lgan jamoadagi noto'g'ri muhitni hammasini hisob-kitob qilganingizda, yaxshisi u vakansiya ochiq turgani to'g'ri bo'lar degan xulosaga kelgan bo'lardingiz. Shuning uchun xodimni ishga olayotganda, ishga qabul qilayotganda, u sizni talablaringizga, qadriyatlaringizga, qo'ygan ish vazifalariga qanchalik darajada mos ekanligidan kelib xulosa qiling. Ya'ni bu joy ochiq turibdi, tezroq bu vakansiyani yopishim kerak degan xulosadan hech qachon xodimni ishga qabul qilmang. Keling, shu o'rinda xodimni to'g'ri ishga tanlash, uni uzoq muddat ishlab qolish va adaptatsiyasini to'g'ri tashkillash bo'yicha kerakli va to'g'ri instrumentlarni sizga berib o'tsam. Demak, sizning biznesingizda hozirda 3 ta lavozim bo'sh. Deylik, birinchisi administrator, qabulxona bo'limi uchun, ikkinchisi sotuv bo'limi uchun, hamda uchinchisi farrosh, ya'ni tozalik xodimi. Mana shu 3 ta vakansiya misolida ko'rib chiqsak, qanday qilib jarayon boshlanadi va qanday qilib yakunlanadi. Bu rekruting qismi deyiladi. Xodimlarni to'g'ri ishga tanlash, ya'ni nomzodlarni to'g'ri jalb qilish va ularni to'g'ri joyga moslashtirish hamda adaptatsiya, ya'ni moslashuv jarayonlarini tashkillab berish. Demak, sizda bo'sh vakansiya ochildi va men sizdagi hozirgi 3 ta top xatoni ko'rsatib beraman. Bo'sh vakansiya ochilganda bizda biznes egalari nima qilishadi? E'lon joyla, xodimni chaqir, suhbat o'tkiz va ishga qabul qil. Bu eng noto'g'ri usul. Aslida sizda bitta bo'sh vakansiya paydo bo'lsa, avvalo shu bo'lim rahbarini yoki shu bo'limni yaxshi tushunadigan xodimingiz bilan o'tirib nomzod profilini yaratib olishingiz kerak. Nomzod profili nima? Nomzod profili bu lavozim uchun kim kerakligini aniqlab beradigan instrument. Ya'ni necha yoshda, qanday ma'lumotli, jinsi, tajribasi, hududi, joylashuv bo'yicha, oylik kutuvlari, motivatsiyasi, jamoaga mosligi, umuman shu lavozimni qanday inson bilan to'ldirsangiz, bu joy yaxshi ishlab ketadi va bu joyda muammo tugaydi degan savollarga javob beradigan shablon. Bu shablonni to'ldirish orqali siz aslida mijozni, ya'ni o'zingizni, nomzodingizni portretini yaratib olasiz. Bu portret qanchalik aniq bo'lsa, siz suhbatga kelayotgan nomzodlarni baholashingiz shunchalik oson bo'ladi. Demak, keling, administrator misolida ko'rib chiqamiz. Qabulxona bo'limi yoshi 22 yoshdan 25 yoshgacha, tashqi ko'rinishi va xushmuomalaligi, administrativ lavozimlarda ishlagan, motivatsiyasi 1-2 yil yana karyera qilish niyati bor, kompyuter ko'nikmalariga ega, rus tilini bilishi afzallik berishi, hujjatlar bilan ishlay olishi. Mana shunday ko'rsatkichlarni kiritasiz va nomzod anketasiga albatta buni yozib qo'yasiz. Ya'ni kompyuter ko'nikmalari qanchalik darajada, oldingi ish tajribalari qanday, yaqin 1-2 yillik maqsadlari va qancha muddat siz bilan ishlamoqchi. Eng birinchi filtr savollaringiz sizda administrator nomzodi uchun mana shu ko'rsatkichlar bo'lishi kerak. Endi tozalik xodimi misolida ko'rib chiqsak, tozalik xodimi qaysi smenada ishlay oladi? Qanday grafik va qanday topshiriqlarni bajarish kerak? Ya'ni uning eng asosiy vazifasi nimadan iborat bo'ladi? Tashqi ko'rinish, ya'ni tashqi hovlini tozaligi yoki ichki ishlab chiqarish zonasini tozaligi yoki ofislarni tozaligi. Ya'ni aynan sizda hozir tozalik bo'yicha qayerda muammo bor? Shu muammoga yechim beradigan qismlarni siz aniq filtr holatda ko'rsatishingiz mumkin. Va albatta, tozalik xodimini tanlashda muhim e'tibor beradigan tomoningiz
kelayotgan nomzodni sog'ligi bo'yicha savollarni kiritib qo'yishingiz kerak. Ya'ni sog'ligingizda muammoingiz yo'qmi? Tez-tez kasal bo'lmaysizmi? Bel og'riqi, asab bilan bog'liq bo'lgan muammolar va eng muhimi og'ir vaznlik bo'lmasligi. Sababi bu fizik mehnat, ya'ni jismoniy mehnatni talab qilgani uchun tozalik xodimi epchil, chaqqon, o'rta yoshli bo'lishi kerak. O'ta katta xodimni, ya'ni o'ta katta nomzodni ko'radigan bo'lsangiz, uni o'z zinadan tepaga chiqib tushguncha bir qancha vaqt o'tadi. Shuning uchun eng optimal varianti 25 yoshdan 35 yoshgacha yoki 30 yoshdan 40 yoshgacha holatini ko'rib, ya'ni sizga qaysi biri mos, qanday ishlarni qiladi, shunga ko'ra yoshini belgilashingiz kerak. Va keyingisi sotuv bo'limi uchun eng muhim bo'lgan narsa mahsulotni sotishga harakat qilmaslik. Ya'ni sizni mahsulotingizni mijozga kerak ekanini shunchaki tavsif holatda yetkazib bera olish. Bu mijoz bilan muloqot ko'nikmalariga kiradi. CRM sistemani bilishini so'rashingiz kerak, chunki u kunlik hisobotlarni yuritmasa, sotuv bo'limida qanday jarayonlar ketayotganini va bu xodim hamda sizning sotuv bo'limingiz qanday ishlayotganini siz bila olmaysiz. Demak, siz nomzod profilini yaratib oldingiz va bu siz qilgan eng to'g'ri va eng birinchi qadam yangi xodimni ishga jalb qilishda. Endi ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqichda siz to'g'ri e'lonni tuza olishingiz kerak. Ya'ni nomzod profilini yaratdingiz. Bu profil orqali sizga keladigan nomzodlarni jalb qilish uchun aynan nimalarni ko'rsatgan bo'lardingiz? Ya'ni motivatsiya qismini siz e'longa ko'chirasiz, ish e'loniga. Bizda juda ko'pchilikda shunaqa holat bor. Administrator kerak, tozalik xodimi kerak yoki sotuv bo'limiga menejer kerak yoki tikuvchi kerak yoki master kerak deb berishadi. Faqatgina lavozim nomini berishadi. Lekin bu mutaxassisga talablarni aynan o'zlarining qadriyatlariga mos holatda ko'rsatib berishmaydi. Natijasida noto'g'ri xodim keladi. Birinchidan, ikkinchidan bu noto'g'ri xodim kelib biznes egasini ham, bo'lim rahbarini ham va umuman ish jarayonini ham vaqtini behuda ketishiga sabab bo'ladi. Demak, ikkinchi bosqichimiz to'g'ri e'lonni tuzib olish. Ish e'loni aslida qoidaga ko'ra qanday bo'lishi kerak? Kompaniya haqida to'g'ri va qisqa ma'lumot, ya'ni bo'rttirilgan yoki bir qanaqadir o'ylab topilgan holatda emas, qisqa lo'nda faoliyat turingiz, nima ishlab chiqarasiz yoki qaysi faoliyatda yuritasiz, brend nomi обязательно qisqa holatda ko'rsatish kerak. Ikkinchisi, qaysi lavozimlarga sizda hozir talablar bor. Shu lavozimlar bo'yicha qisqa ta'rif. Misol uchun distributsiya yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, supervisor bitta shaxsiy avtomobili bilan yoki tikuvchi kamida 6 oylik tajribaga ega va sotuv bo'limi CRM biladigan, xushmuomala, sotuv bo'limida tajribasi qilgan 22-25 yosh oralig'idagi. Ya'ni kompaniya haqida ma'lumot, bo'sh lavozimlar va bu lavozimlarga sizning talablaringiz 3-qismida hamda 4-si takliflar. Bizda bitta qoida bor, rekruting sohasida va o'zimning tajribamda rekrutingda juda tez rezultat qilishim, tez natija qilishimni bitta ключевой faktorlardan biri nomzodlarga nima bera olamiz degan qismini kattaroq, samimiyroq va to'liq holatda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Sizni e'loningizni ishlamasligini yana bitta joyini aytib o'tmoqchiman. Talablar qismi, takliflar qismidan ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, bu nomzodlarni o'zidan itaradi. Ya'ni siz nomzodga ko'p talab qo'yapsiz, lekin unga bermoqchi bo'lgan imkoniyatlaringizni, unga bermoqchi bo'lgan bonuslarni ko'rsatib bermayapsiz. Sizni o'zingizdan ham ko'proq talab qilib, lekin buni evaziga rag'bat taklif qilishmasa, bu lavozimga yoki bu ishga qiziqmagan bo'lardingiz. Shuning uchun balansda bo'lish kerak. 5 ta talab ko'rsatdingizmi, 6 ta siz taklif yaratib bering. Misol uchun, bepul ish joyi, chiroyli jihozlangan ofis, bepul taom, yo'l kira haqqi berilishi mumkin misol uchun, yoki qanaqadir tibbiy sug'urta berilishi mumkin, yoki har 6 oyda bepul rivojlanish imkonini beradigan maxsus treninglarda qatnashish uchun sertifikat va hokazo. Yo'nalishingizdan kelib chiqib turib, xodimga nima bera olasiz? Bir joyiga e'tibor berishingizni xohlardim. Yo'q narsani va'da qilish haqida emas, bor narsani chiroyli yetkazib berish bo'yicha gap ketyapti. E'lon qanchalik samimiy, qanchalik shaffof va to'g'ri holatda tuzilgan bo'lsa, shuncha siz o'zingizga kerakli nomzodlarni jalb qila olasiz. Shu o'rinda qisqa bir кейsimni aytib o'tmoqchiman. Onlayn holatda 0 dan 1 hafta davomida 25 ta operatorlar komandasini shakllantirib, 1 hafta davomida ishga solganman. Bu aynan rekrutingdagi instrumentlarni to'g'ri ishlatilishi orqali. Ya'ni juda ko'p biznes egalarini, juda ko'p lavozimlarni va juda ko'p mutaxassislarni ko'ramiz.
oddiy vakansiyalarni uzoq muddatda ham yopisha olmaydi. Buni sababi aynan shu ketma-ketlikdagi xatoliklar. Demak, siz bilan nomzod profilini yaratishni ko'rib chiqdik. To'g'ri e'lon tuzishni yaratdik va eng muhim qismi, uchinchisi filtr, ya'ni intervyuga keldik. Nomzod bilan suhbat qanday bo'lishi kerak? Qanday qilib siz nomzodlarni baholaysiz va qanday qilib bu vakansiyani yopasiz? Endi keling shu haqida gaplashamiz. Demak, nomzod profilini yaratdik, to'g'ri vakansiyani berdik va endi nomzodlarni saralash eng muhim bosqichga keldik. Bu bosqichda albatta tayyorgarlik kerak, ya'ni siz qaysi lavozimga vakansiya bergan bo'lsangiz, albatta shu vakansiya uchun nomzod anketasini yaratib olishingiz kerak. Hech qachon og'zaki ma'lumotlar yoki tashqi ko'rinishga qarab baho beraman va shu bilan vakansiyani yopaman degan xatoni takrorlamang. Bu eng katta va eng qo'pol xato hisoblanadi. Demak, tozalik xodimi uchun siz vakansiya berdingiz, nomzod anketasini yaratdingiz va eng birinchi filtr sizga o'z vaqtida keladigan nomzodlar, ya'ni nomzod profilini mos kelishidan va bu xodim sizga qanchalik mos kelishidan avval nomzodni suhbatga qancha o'z vaqtida to'g'ri kelishi sizga bu xodim kerak yoki yo'qligini aniqlab beradi. Demak, eng birinchi filtr nomzodni o'z vaqtida kelishini siz nazorat qilish orqali jamoangizga to'g'ri kadrni qabul qilyapsiz yoki noto'g'ri kadr kelayotganini aniqlab olasiz. Ikkinchisi, bu lavozim uchun maxsus suhbat savollarini avvaldan tayyorlab qo'yish. Ya'ni har bir lavozim uchun o'zini 5 ta yoki 3 ta aniq shu nomzodni baholab beradigan savollarni bilishingiz kerak. Misol uchun, sotuv administratori CRM sistemasini bilishi, hujjatlar bilan ishlay olishi, tashqi ko'rinishi plus tomonga bo'lishi hamda mijozlar bilan muloqot ko'nikmalariga ega bo'lgan holatda bo'lishi. Mana shu 3 ta narsa orqali siz sotuv administratoriga baho bera olishingiz mumkin. Tozalik bo'yicha yoshi, gavdasi, ya'ni tuzilishi og'ir vaznli xodimlar sizga to'g'ri kelmaydi. Tikuvchi bo'yicha hech bo'lmasa shu yo'nalishda 6 oy tajriba qilishi va hokazo. Demak, siz filtr orqali to'g'ri nomzodni tanladingiz. Ikkinchisi, suhbatga to'g'ri savollarni tuzdingiz va endi suhbatni o'tkazish jarayoni. Suhbatda, ya'ni nomzod o'z ma'lumotlarini taqdim etgan holatda siz birinchi tekshirishingiz kerak bo'lgan holat avvalgi ishlagan joyi. Juda ko'p biznes egalari va juda ko'p biznes katta xatolarga va juda yoqimsiz natijalarga olib keladigan vaziyatlardan biri nomzodni tashqi ko'rinishiga, tajribasiga, bilimiga qarab turib avvalgi ish joyidan tavsifnoma olish yoki avvalgi ish joyidan kim tavsifnoma berishi mumkinligi bo'yicha ma'lumotni tushirib qoldirishadi. Sizni oldingizga ming professional inson kelsin, ming tajribali inson kelsin, uni avval qayerdan, qanday holatda ishdan ketganligini bilish juda ham muhim. Agarda siz tavsifnoma bo'yicha bu xodim haqida, ya'ni nomzod haqida ma'lumotlarni aniqlashtirmas ekansiz, siz avval bu nomzodni nima sabab ishdan ketganligini bilmasdan turib, qo'pol ravishda nomzodni ishga qabul qilayotgan bo'lasiz. Bu jamoa muhitiga noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Demak, muhim jihatlardan biri anketa savollariga avvalgi ish joyidan kim tavsifnoma bera oladi, qaysi lavozimdagi, qaysi inson, ya'ni ism, familiya va albatta telefon raqami ko'rsatilishi kerak bo'lgan bandni kiritib keting. Bu savol orqali birinchi filtr nomzod o'zini to'g'rilab oladi. Siz bilan suhbatni yoki yolg'on ma'lumotlar asosida olib boradi yoki shaffoflik tizimiga o'tib, o'zi haqida ochiq, oydin ma'lumotlarni sizga beradi. Demak, intervyuda e'tibor berilishi kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri. Bu joyga ham nomzod sifatida, ham ish beruvchi sifatida sizga xatolarni ko'rsatib ketaman. Juda ko'pchilik vaqtida keladi nomzodlar, lekin rahbar yoki suhbat qiluvchi menejer yoki bo'lim rahbari bu nomzodni ancha muddat kuttirib qo'yishadi va bu haqida ogohlantirish berishmaydi. Suhbat soat 9:30 ga belgilangan, lekin nomzod haligacha eshik tagida 10:00, 10:30, 11 gacha ham kutib o'tiradi. Bu eng katta qo'pol xatolardan biri. Agarda sizda ish beruvchi sifatida brendingiz, umuman ish beruvchi sifatida brend nomi shaffof, adolatli, to'g'ri ketishini xohlasangiz, birinchi shu narsaga o'zingiz tartibga amal qilishni o'rganing. Suhbat 9:30 ga belgilandimi? Shu vaqtda nomzodni qabul qiling agar u kelgan bo'lsa. Lekin suhbat vaqti cho'ziladigan bo'lsa, albatta bu bo'yicha ham nomzodni ogohlantiring. Muhim ishlar sababli suhbatimizni 10 daqiqaga surishimiz yoki ertangi kunga ko'chirishimiz mumkin deb nomzodni ogohlantiring. Bu o'zaro ishonchni, samimiylikni va hurmatni ta'minlab beradi. Demak, nomzod suhbatingizga kirdi. Tanishuv qismida yana bitta uchraydigan eng ko'p xatolardan biri siz kimsiz, nimasiz, nima qilgansiz yoki nima qilib bera olasiz qabilida savollarga o'tib ketish. Aslida to'g'ri intervyu suhbat savollari qanday boshlanadi?
kompaniyangizni tanishtirib, siz kimsiz, qanday lavozimdasiz va qaysi lavozim bo'yicha siz suhbat olib boryapsiz, mana shu haqida qisqa tanishtiruv qilib, keyin nomzodga savollarni berishni boshlash kerak. Demak, nomzodga savollarni berilganda, nomzodning savollariga nisbatan suhbat qiluvchining e'tibori bu eng muhim narsa. Siz bu nomzodni ishga qabul qiling yoki qilmang, bu ahamiyatsiz, lekin to'g'ri ish beruvchi sifatida suhbat tashkillamoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda nomzodga bergan savolingiz javoblarni diqqat bilan eshiting. Tasdiqlab qo'yish, imo-ishoralar yoki yuzga tik qarab turish kabi holatlar nomzodga siz e'tibor bilan yondashayotganingizni bildiradi. Ikkinchi holat, nomzod sizga javob berayotganda siz javobni oxirigacha eshitmasdan keyingi savolni berishingiz bu ham eng ko'p kuzatiladigan madaniyatsizlik, ish beruvchi sifatida qo'pol xatolardan hisoblanadi. Nomzod o'zini javobini tugatib olishiga imkon bering, vaqt bering. Agarda suhbatdan tashqari, ya'ni savoldan tashqari mavzular haqida ma'lumot ketayotgan bo'lsa, qandaydir imo-ishora bilan mumkinmi yoki ruxsatingiz bilan deb nomzodni asli kerakli joyga yo'naltirish kerak, ya'ni asosiy qisqa ma'lumotni berishga undash kerak. Lekin nomzod ma'lumotni sizga izohlab, batafsil tushuntirib berayotganda, ya'ni aynan sizga kerakli javobni bo'ldi, tushunarli. Mana bu narsa bo'yicha nima deysiz? Bu bo'yicha tajriba bormi? Bu joydan nimaga ketgansiz kabi nomzodni suhbatini bo'lish yoki gapini bo'lishlik o'sha nomzodni sizni bu ishingizga, sizni lavozimingizga va ish beruvchiga nisbatan hurmatini, munosabatini minus tomonga yuritadi. Bu ikkinchi xato. Uchinchi xato, nomzodga o'zini yo'nalishidan tashqari savollarni haddan tashqari ko'p berish. Siz suhbatga tayyorgarlik paytida yuqorida aytganimdek 3 ta yoki 5 ta asosiy lavozimni baholab beradigan, ya'ni bu lavozimga kelgan nomzod qanchalik darajada mos ekanini baholab beradigan savolni aniq ajratib olishingiz kerak va har bir nomzodga aynan mana shu savollarni berishingiz kerak. 10 ta nomzodga 10 xil savol beradigan bo'lsangiz, siz hech qachon to'g'ri ish beruvchi sifatida nomzodni baholay olmaysiz va o'zingizga mos nomzodni ham topa olmaysiz. Yana bitta qoida, har bir nomzodga 5 ta yoki 3 ta asosiy lavozimni baholab beradigan, lavozimga mos ekanligini baholab beradigan savollarni tuzish va shu savollarni berish. Demak, siz nomzoddan savollarga javobni oldingiz va uni tahlilini emotsiyalarda, tashqi ko'rinishda yoki qoniqarsiz javob olgan taqdiringizda o'zingizning munosabatingizni o'zgartirish bilan bildirib qo'ymasligingiz kerak. Ya'ni neytral holatni saqlab qoling. Nomzod qanchalik darajada sizga mos kelmasa, qanchalik darajada deylik sizni emotsiyalaringizni negativ tomonga yo'naltirgan bo'lsa ham, siz suhbatni chiroyli yakunlashingiz kerak va suhbatimiz xulosasini 3 ish kunida yoki 5 ish kunida biz o'zimiz sizga xabar beramiz deb suhbatni yakunlashingiz mumkin. Lekin juda ko'p ish beruvchilar qandaydir ular kutgan javob emas, boshqa javoblar kelishni boshlaganda suhbatni keskin to'xtatishadi. Biz siz bilan ishlolmas ekanmiz, ketishingiz mumkin kabi munosabatni qildirishadi. Bu birinchidan ish beruvchi brendingizga minus ta'sir qiladi va ikkinchidan bu joyda noto'g'ri ish muhiti mavjudligini ko'rsatadi. Eng to'g'ri yechim, siz nomzodga 3 ish kunida yoki 5 ish kunida yoki biz o'zimiz sizga SMS orqali xabar beramiz deb suhbatni chiroyli yakunlash lozim. Siz bu nomzodni ishga qabul qilish, qilmasligingizdan qat'iy nazar insongarchilikni, odamiylikni yo'qotmagan holatda ish beruvchi sifatida o'z brendingizni saqlab qolishingiz kerak. Bu adolatli va to'g'ri ish muhiti hisoblanadi. Yana bir suhbatdagi xatolardan biri shaffoflik tizimini yetishmasligi. Ya'ni siz nomzoddan o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishga harakat qilyapsiz, lekin nomzodga u ish haqida bilish kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni bermayapsiz. Bu narsa ham juda ko'p ish beruvchilarda kuzatiladigan qo'pol xatolardan biri. Ya'ni lavozimdan kutuvlaringiz nima? Qaysi vazifalarni birinchi davrda qilib berish kerak? Maosh bo'yicha kutuvlarni qanaqa darajada kutsa bo'ladi? Lavozim qay darajada yoki qancha muddatda ko'tariladi? Umuman sizni ishxonangizda, sizni kompaniyangizda bu ish bo'yicha, bu lavozim bo'yicha kirish nuqtasidan chiqish nuqtasigacha har bir holatlar bo'yicha qisqa, lekin aniq ma'lumotlarni va eng muhimi samimiy, to'g'ri ma'lumotlarni berishingiz kerak. Bo'rtirilgan ma'lumot yoki qarshingizda professional o'tirganligini, bilimi yaxshi insonligini bilib turib, yo'q joydan qo'shma ma'lumotlarni qo'shish shart emas. Aslida ish beruvchi bilan nomzod o'rtasida birinchi ko'prik samimiylik va shaffoflik hamda o'zaro ishonchga asoslangan suhbatdan boshlanadi.
Demak, nomzod bilan suhbatni tashkilladik, nomzod anketasini oldik, nomzod suhbatni o'tkazdik va nomzodni chiroyli va to'g'ri kuzatdik. Ya'ni biz sizga suhbat xulosasini 3 ish kunida SMS orqali yoki telefon orqali xabar beramiz deb kuzatdik. Endi eng yakuniy nomzodlarni saralash. Sizda bir kunda 10 ta nomzod keldi. Bu 10 ta nomzodni anketalarini, suhbat protokollarini solishtirib chiqishingiz kerak. Yana bir xatolardan biri har bir anketada ma'lumotni eslab qolaman deb izoh yozib ketmaslik. Har bir ishlagan faoliyatimda anketada, lavozim anketasida shu bandini kiritib ketganman, rahbar xulosasi, HR xulosasi va qaysi bo'limga xodim olinayotgan bo'lsa, shu bo'lim rahbari xulosasi degan bitta band qoldirib ketamiz va siz suhbat jarayonida eng muhim e'tibor berish kerak bo'lgan narsani xodimni nomzodni anketasiga izoh qilib yozib qo'yishingiz mumkin. Bu sizga nomzodlarni ma'lumotini eslashga va ular haqida to'g'ri xulosa chiqarishga yordam beradi. Yana bir muhim jihatlardan biri sizni qarshingizda o'tirgan nomzod professionalligi, bilimi, tajribasi bilan to'g'ri kelgandan qat'iy nazar, lekin qadriyatlari, shaxsiy fazilatlari, biz buni soft skill deymiz, to'g'ri kelmasa, bu xodimni sizni ishga olishingiz va sizga foyda berishi juda kam foizda, ya'ni ko'proq zarar keltiradi. Birinchi o'rinda muhitingizga salbiy ta'sir qilmaydigan, sizni qadriyatlaringizga mos keladigan xodimlarni tanlab olishingiz kerak. Demak, anketa savollarining ichiga albatta qadriyatlar bo'yicha, jamoaviy madaniyat bo'yicha, sizdagi ko'rsatkichlar bo'yicha muhim ikkita savolni qo'shib ketishingiz kerak. Bu ma'lumotlar sizga xodimni to'g'ri tanlash, to'g'ri topish va suhbat jarayonlarini to'g'ri tashkillash bo'yicha yordam beradi. Bergan instrumentlarimni amalda qo'llash orqali rekruting qismidagi, ya'ni ishga olishdagi muammolaringizni osonlik bilan hal qilasiz degan umiddaman. Keyingi masala yangi xodimni ishga moslashtirish jarayoni, ya'ni adaptatsiya jarayoni haqida gaplashsak. Juda ko'p ish beruvchilarda, juda ko'p bizneslarda va o'zim atrofimda ko'rayotgan mahalliy bizneslarda eng ko'p uchraydigan salbiy holatlardan biri nomzodni ming professional bo'lsin yoki yaxshi nomzod bo'lsin, juda qisqa muddatda 1 kun, 2 kun, 5 kun, 10 kun muddat ishlab ketib qolishi. Bu holat aynan sizda adaptatsiya tizimi yo'q ekanligidan dalolat. Xodim agarda 3 oygacha ishdan ketib qolsa, demak sizda adaptatsiya tizimi yo'lga qo'yilmagan, ya'ni xodimni yangi ish joyiga moslashtirish. Keling shuni eng to'g'ri 3 ta bosqichini ko'rib chiqamiz. Sizda suhbat tasdig'idan o'tgan, ya'ni yakuniy ishga qabul qilinish qarori berilgan nomzodni birinchi ish kuni qanday tashkillanish kerak? Avval bizda biznes egalari keladi, nomzod bilan suhbat qiladi. Bu sizni joyingiz, bu sizni bo'limingiz, mana sizni ish vazifalaringiz va bo'ldi. Xodimni tashlab ketadi. Ya'ni jang maydonida yashash uchun kurash xodimni o'zida boshlanadi. Tabiiy ravishda 99% da bunday xodimlar ishdan qisqa muddatda ketib qolishadi. Qanchalik u joy ularga foydali bo'lishi mumkinligi yoki karyera o'sish imkonini berishi mumkinligidan qat'iy nazar. Demak, to'g'ri usul nima? Siz nomzodni ertadan ishga chiqishingiz mumkin. Biz sizni soat 8:00 da shu bo'limda, shu bo'lim rahbari bilan kutamiz deb siz nomzodga maxsus xabar yuborishingiz kerak. Bu xabarni olgan nomzod birinchi ish kuniga kelganda albatta biriktirilgan mentor, biriktirilgan va siz aytgan rahbar yoki siz o'zingiz xodimni qarshi olib, birinchi kunlik vazifalari bilan qisman tanishtirib berishingiz kerak. Ya'ni rahbar sifatida vaqtingiz bo'lmasa, shu bo'lim rahbari bilan yoki shu joydagi eng ko'p yillik xodimingiz, ya'ni ish jarayonlarini yaxshi biladigan, yaxshi tushunadigan xodimingizni birgalikda biriktirib mentor sifatida topshirishingiz mumkin. Birinchi 3 kun ichida nomzod bu joyda yoki qoladi yoki ketish bo'yicha xulosasini qiladi. Shuning uchun shu 3 kunda xuddi yangi kelinga qanday e'tibor qilinsa, bu xodimga ham xuddi shunaqa e'tibor berishingiz kerak. Birinchi nimadan boshlanadi? Tanishtiruv, bo'limlar, vazifalar, bino, kompaniya haqida umumiy ma'lumotlarni beriladi va eng asosiy u bilan uzviy bog'liq bo'ladigan xodimlarni qisman tanishtirib o'tiriladi. Kim nimaga javob beradi, kimdan qanday masala bo'yicha ma'lumot olishi mumkin. Birinchi 3 kunlik davrda uni kayfiyati, moslashishi, jamoa bilan chiqishi, qanday fikrlar kechayotgani, qanday xulosa qilayotgani, nimalar bilan band bo'layotgani bo'yicha albatta vaqt ajratib yangi xodimdan fikrni so'rab turing. Bu sizga nisbatan ishonchini oshiradi. Bu joyda
xodimga e'tibor bor, xodimni qadriyati, xodimni shaxsiyati hurmat qilinadi degan tushunchani shakllanishiga yordam beradi va uzoq muddat siz bilan bunday xodim ishlab qolishi mumkin. Demak, 3 kunlik filtrdan, 3 kunlik sinovdan nomzodni o'tkazdingiz. Endi oldinda 3 oylik, ya'ni 90 kunlik xodimni adaptatsiya davri turibdi. Bu adaptatsiya davri har bir lavozim uchun maxsus har xil holatda tuziladi. Eng muhim nimalarga moslashish kerak, nimalarni birinchi o'rganish kerak, jamoa bilan qanday chiqish kerak, nimalar mumkin emas, kimga qanday munosabatda, kimga qanday hisobot topshiriladi. Umumiy adaptatsiya jarayoni uchun maxsus checklist bo'lsin. 10 kunlik uchun, 15 kunlik uchun, 1 oylik uchun, 3 oylik uchun va siz buni maxsus testlar orqali yoki 360 model orqali baholashingiz mumkin. Yonida birga ishlayotgan hamkasbidan, bo'lim rahbaridan yoki u bilan muloqotda bo'lgan boshqa xodimlardan feedback yig'ish orqali xodimni baholashingiz mumkin. Aynan mana shu 3 oy davomida siz xodimni moslashtirishga qanchalik e'tibor ko'p qaratsangiz, bu xodimni siz bilan ishlashi shunchalik foizi ortadi. Ya'ni uzoq yillik hamkorlik qila olasiz bu xodim bilan. Adaptatsiya muvaffaqiyatli o'tishi va bu nomzod siz bilan uzoq ishlash uchun adaptatsiya checklistida e'tibor berishingiz kerak bo'lgan 3 ta muhim jihat. Birinchisi, qancha muddatda bu nomzoddan nima kutasiz? Aniq ko'rsatkichlar bilan, aniq belgilar bilan ko'rsatib berilishi. Ya'ni birinchi 3 kunda biz sizdan shu ma'lumotlarni o'rganishingizni kutamiz. Keyingi 3 kunda siz jamoa bilan tanishishingizni kutamiz. Keyingi yakuniy 10 kunlikni 3 kunligida esa aynan ish vazifalarini bajarish bo'yicha biz sizni baholaymiz. Mana shunday aniq ko'rsatmalarni berilishi nomzod fokusini o'z ish vazifalariga hamda natijaga qaratishiga yordam beradi. Ikkinchisi, nomzodni qadriyatlar bo'yicha oldindan ogohlantirish. Adaptatsiya davrida xodim o'zicha qanaqadir bu joyda qanday madaniyat bor, kimga qanday munosabat qilaman deb o'ylab boshini qotirishdan ko'ra, siz qisqa lo'nda bizda qanday madaniyat ko'rsatkichlari mavjud, qanday munosabatga ruxsat beriladi, qanday munosabatlarga biz salbiy fikr bildiramiz kabi holatlarni izohlab nomzod qo'liga ma'lumotni berishingiz kerak yoki mini trening holda o'tib berishingiz kerak. Hamda uchinchisi, feedback tizimi. Adaptatsiya davrida siz albatta bu nomzoddan birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun vaholanki 10-kun qanday holatda yakunlandi feedback so'rashni unutmang. To'g'ri feedback orqali siz bu nomzodni uzoq muddat bu lavozimda ushlab qolasiz va birgalikda uzoq muddat samarali hamkorlik qilasiz. Mana shu narsalarga, mana shu instrumentlarni amalda qo'llash orqali siz adaptatsiya davrida, ya'ni birinchi 90 kunlik davrda keldi-ketdi sonni juda katta foizga qisqartirib, xodimlaringizni uzoq muddat ish joyida ushlab qolishingiz mumkin. Keyingi yana katta muammolardan biri, xodimni ishga qabul qildingiz, u ishiga moslashib ketdi. Endi oylik bo'yicha kutuvlarni to'g'ri belgilamadingiz. Ya'ni nomzod aynan oyligi sabab ishdan ketib qolishi mumkin. Aslida xodimni oylik belgilanishi qanday holatda bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Keling, avval sizdagi xatolarni ko'rib chiqamiz. Tajribasiga yoki suhbatda sizda emotsiya uyg'otishiga qarab turib yoki tashqi ko'rinishiga qarab yoki tashkiliy ishlarni, ya'ni o'zini ishlarini emas, tashkiliy ishlarni ko'proq, yaxshiroq qilish orqali jamoani ichiga kirishi va o'zi haqida pozitiv fikr uyg'otishi orqali bu xodimga yaxshi baho berilishi natijada bilimiga emas, balki uni jamoadagi moslashuviga ko'ra maosh belgilanishi bu eng katta xato va eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. Buning uchun siz xodimni sinov davridan o'tganidan keyin birinchi 3 oylik uchun, keyingi 3 oylik uchun, keyingi 6 oylik uchun yoki yakuniy 1 yillik uchun bu vazifalar uchun deb vazifalar ketma-ketligi, nimalarni o'rganishi, ularni qay darajada qilib bera olishi va bu bajarib bergan vazifalarga ko'ra siz qancha oyliklarni va qancha bonuslarni bera olasiz. Muhim e'tibor bering, bonus belgilashda hamda maoshini belgilashda birdaniga katta maoshni belgilab borish xodimning motivatsiyasini o'ldirishi va samaradorligini pasaytirishi mumkin yoki aksincha juda kam maosh va bonusni belgilash yoki murakkab bonusni belgilash bu joyda o'sish va rivojlanish mavjud emas degan tushunchaga keltirishi mumkin. Shuning uchun KPI belgilash va maosh belgilash juda aniq mezonlarga va erishib qilsa bo'ladigan imkoniyatlarga ega bo'lgan holatda nomzodga tanishtirilishi kerak. Demak, siz yo'riqnomasi bilan tanishtirganingizdan so'ng albatta maosh ko'tarilish bo'yicha ham unga aniq ko'rsatmalar berilgan shartnomani taqdim etishingiz kerak. Shartnomada albatta qancha muddatga, qaysi vazifalarga va qancha maosh kutishi mumkinligi nomzod o'zi tanishtirilishi, tushuntirilishi va buni imkoni bor ekanligini rahbar yoki bo'lim rahbari tomonidan yoki HR tomonidan tanishtirilishi
to'g'ri bo'ladi. KPIlarni belgilashda muhim yana bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa. Birinchi navbatda umuman bonus tizimi bilan ishlamagan, KPI nimaligini bilmagan xodimlarga siz birdaniga 8 ta, 10 ta yoki 5 ta KPI ni belgilab qo'ymasligingiz lozim. KPI ni boshlanishiga tavsiya qilinadi 2 tadan 5 tagacha muhimlik darajasiga ko'ra, ya'ni aynan bu oyda sizda qaysi muammo bor va u muammoni tezlik bilan hal qilish kerak. Mana shu muammoni 2 tasini oling va unga bonus belgilab bering, ya'ni KPI biriktirib bering va eng muhimi bu nomzodni imkoniyati darajasida bo'lsin. Erishib bo'lmaydigan narsani nomzodga yoki xodimingizga KPI sifatida belgilab, ishingizni qildirib olib, lekin protsenti to'g'ri kelmadi, ya'ni 70% bajarding yoki 60% bajarding. Shu sababli KPI ni ola olmaysan degan xulosa bergandan ko'ra, kichkinaroq bonus belgilang, lekin nomzod va xodim buni bajara olsin va natijada bu ishni qila oldim, uddaladim degan ishonch bilan xodimning motivatsiyasi oshadi, sizni bitta vazifangiz bajariladi va xodim bonus oladi. Ya'ni siz bajarilgan vazifaga adolatli holatda maosh va bonus to'laysiz. Demak, KPI ni to'g'ri qo'yish bo'yicha ma'lumotga ega bo'ldingiz. KPI ni to'g'ri foiz summasini belgilash bo'yicha albatta moliya bo'limidagi o'zingizni ish rejalaringizdan, lavozimga ajratilgan byudjetdan va bu muammoni hal qilinishi sizga qanchalik moliyaviy ko'rsatkichingizni ko'tarishiga qarab turib belgilab berishingiz mumkin. Va e'tibor bering, xodimlar yoki nomzodlar har doim ham moddiy manfaat evaziga muhim topshiriqlarni bajarishmaydi. Nomoddiy e'tiroflarni qo'shishni ham unutmang. Adolatli ish tizimida, adolatli maosh tizimida e'tiroflarning o'rni balans holatda bo'lish kerak, ya'ni moddiy va nomoddiy motivatsiya. Pul bilan bog'liq bo'lgan va pul bilan bog'liq bo'lmagan e'tiroflarni albatta biriktirib ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Taqdirlash, jamoa oldida e'tirof etish, qandaydir sertifikatlar yoki maxsus jamoaviy tushlik va hokazo holatlarini siz adolatli holatda berishingiz kerak. Ya'ni unutmang, har doim ham katta pul yoki ko'p pullar xodimning motivatsiyasini oshirmaydi va uni ish joyida ushlab turmaydi. Shu instrumentlarni ishlatish orqali siz o'z kompaniyangizda, o'z bo'limingizda adolatli, shaffof maosh tizimini qura olasiz. Xodimingiz siz bilan ishlayapti. Maosh tizimi bo'yicha uni ko'nikmalariga, potensialiga, tajribasiga va siz bilan qancha muddat ishlay olishiga qarab turib chiroyli kelishuv qildingiz. Endi bu xodimni komfort zonidan chiqarish, ya'ni xodimning rivojlanishiga turtki bo'lish va sababchi bo'lish. Juda ko'p biznes egalari qo'rqishadi. Agarda bu xodimga investitsiya kiritsam, ya'ni qaysidir mutaxassislik bo'yicha o'qitsam, o'rganib ketib qolsa-chi degan. Aslida siz bir o'ylab ko'ring, bilimsiz xodimlar bilan ishlash sizga qanchalik qimmatga tushishini. Ana o'shanda sizni bilimga qilayotgan sarmoyangiz juda kichik holatda ko'rinadi va siz ish beruvchi sifatida mayli sizdan xodim ketadigan bo'lsa ham yoki nomzod ketadigan bo'lsa ham, sizdan bilim olib ketishi, u bilimni qayerda va qanday holatda ishlatsa, sizga uni savobi kelib turadi. Shuning uchun xodimga investitsiya qilishda siz aniq ko'rsatmalarga rioya qilgan holda kelishuv qiling. Ya'ni nima uchun xodimni o'qitmoqchisiz? Xodimni o'zi bilan gaplashib, uni o'qishidan keyin nimalarni kutyapsiz va bu xodim o'qishi orqali o'ziga va sizga qanday manfaat bo'ladi va bu manfaatni qancha muddat hamkorlik orqali bir-biringizga bera olasiz. Mana shularni aniq yozma kelishuv bilan qilib olishingiz kerak. Va yana bitta muhim tomoni, siz bitta xodimni o'qitganingizda albatta o'qib kelgan yo'nalishidan keyin yoki qatnashib kelgan seminar, treningidan keyin jamoaga yoki xodimlarga, hamkasblarga kichkina o'zi izoh holatda mini master-klass tashkil etib berishini so'rang. Natijada siz o'rgatgan xodim, ya'ni siz investitsiya qilgan xodim jamoasiga bu ma'lumotlarni yetkazib berish orqali bilimlarni ulashishni boshlaydi. Yana xodimlarni o'qitishda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihatlar albatta shaxsiy fazilatlarini hamda 1-2 yillik maqsadlarini o'rganib turib, keyin bu xodimga investitsiya qilish bo'yicha yakuniy xulosa bering. Ya'ni qancha muddat siz bilan ishlamoqchi, bu muddat davomida qaysi lavozimlarda ishlamoqchi, nima ishlarni qilmoqchi va qancha maosh kutadi. Va siz buni xodimga investitsiyani 50% ni kompaniya tomonidan, 50% ni qisman o'zini oyligidan ushlab qolish bo'yicha yoki har qaysidir topshiriqni bajarganda har oydagi qandaydir bonus tarzda olish bo'yicha kabi natijalariga bog'lab qo'yilgan holatda bersangiz, sizda yo'qotishlar soni kamroq bo'ladi va sezilarsiz bo'ladi. Ikkinchisi, bu investitsiyani siz qay darajada uni KPI yoki maoshiga bog'lab bera
olishingiz hamda uchinchisi mentorlik tashkil qilishingiz, ya'ni o'rgangan sohasini o'z jamoasiga yoki hamkasblariga o'rganib o'tib berishi va albatta eng muhimi shartnoma. Siz bu xodimni qanday holatda investitsiya kirityapsiz va bu investitsiya orqali kompaniyaga, jamoaga qanday natija kutyapsiz? Aniq oldindan yozma ogohlantirish va o'zaro kelishuv orqali qilib olishingiz kerak. Juda ko'pchilik biznes egalarini o'ylantiradigan va juda ko'pchilik orzu qiladigan muammolardan biri, yechimini xohlashadigan muammolardan biri bu o'zlari yaxshi ko'rgan yoki mutaxassis inson bilan uzoq muddat birga samarali hamkorlik qilish. Ya'ni sizni xodimingiz ish tajribasi yaxshi, qadriyatlari mos kelyapti, rivojlanishi yaxshi, sizga foyda bera olyapti, o'zi ham qoniqib ishlayapti. Lekin uni ketib qolmasligini nima orqali yoki kim orqali siz kafolatlashingiz mumkin? Xodimni sodiqligini oshirish, jamoani siz bilan uzoq muddat birga ishlashini ta'minlash uchun qilinishi kerak bo'lgan muhim jihatlar bor. Birinchisi, aynan shu xodimingizni yoki jamoadagi lavozimdagi insonlarni shaxsiyatini bilishingiz va shaxsiyatini hurmat qilishingiz. Ya'ni faqat ishimni qilib bersa bo'ldi. Uyida nima bo'lyapti, hayotida nima bo'lyapti, oilasida nima masalasi bor, fikrlarida nima muammosi bor kabi savollar bilan bu xodimga qiziqmaslik. Faqatgina ish vazifasi bo'yicha muloqot qilish, gaplashish bu eng katta xato. Xodim o'ziga nisbatan e'tirofni, e'tiborni ko'rmaydi. Natijada siz bilan orasiga masofa tushadi. Bu masofa keyinchalik xodimni ketib qolish qaroriga olib kelishi mumkin. To'g'ri yechim siz xodimni nafaqat ish vazifalari bilan, balki uni sog'ligi, kayfiyati, oiladagi sharoiti, rejalari bilan ham qiziqib turing. Bu qiziqish xodimga nisbatan hurmat borligini, siz unga e'tibor berayotganingizni va shaxs sifatida hurmat qilayotganingizni bildiradi. Ikkinchisi va eng muhimi, siz o'z biznesingizda bu xodimingizga uning rolini, ya'ni kelajakdagi rolini aniq holatda ko'rsatib bera olishingiz kerak. Ya'ni bundan buyog'iga biznes modelida ham xodim, ham kompaniya kutganda o'rtada adolatli hamkorlik bo'ladi. Mana shunday adolatli hamkorlik bo'lgan kompaniyalar tez rivojlanadi. Ya'ni sotuv bo'limida ishlayotgan sotuv bo'limi rahbaringiz sizga siz o'ylayotgan sotuvlarni qilib beryapti, lekin o'zini maosh summasi oshmayapti yoki bonuslari oshmayapti. Foyda faqat bir tomonda. Bu joyda tabiiyki xodimda ketish fikri paydo bo'ladi. Shuning uchun har bir jarayonni adolatli va shaffof qilishga harakat qiling. Demak, xodimga kelajakdagi o'zini rolini, manfaatini ko'rsatib bera olishingiz, his ettirishingiz bu xodimda sodiqligini oshishiga yordam beradi. Va uchinchisi, xodimni e'tirof etish. Juda ko'p biznes egalarida shu kamchilik bor. Oddiy rahmat aytishni ham qiyin deb ko'rishadi. Balki juda qiyindir, lekin aslida bir kichik rahmat, kichik e'tibor bu xodimga qanchalik motivatsiya berishi, qanchalik bu joyga bog'lashini bilganingizda, siz har bir xodimingizni ko'rganingizda kichik vazifasi uchun minnatdorchilik bildirgan bo'lardingiz. Bu samimiylik, bu o'rtadagi munosabatni mustahkamlash, bu qo'pol qilib aytganda sani faoliyating men uchun muhim va sani faoliyatingni men qadrlayman. Inson sifatida, rahbar sifatida va e'tiborga olyapman degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun shu uchta jihatga e'tibor bering, xodimlaringiz sodiqligini oshiring, ularni hayotlari bilan, rejalari bilan qiziqing, e'tirof etishni unutmang. Qanchalik darajada sizga qiyin bo'lsa ham 1-2 marta oddiygina rahmat, shu ishingni zo'r bajarding, minnatdorman, jamoamizda shu masalani yechishga yordam berding va o'z hissangni qo'shding deb e'tirof etish orqali siz o'zingizni lider sifatida pozitsiyangizni mustahkamlab borasiz. Agarda sizni biznesingizda ham shu kabi muammolar va boshqa HR vazifalari bo'yicha muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, vaqtingizni, asabingizni hamda biznesingizga salbiy ta'sir qilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali bog'lanib, yechim bo'yicha maslahatlashingiz mumkin.